oyog'ida, belida muammosi bor insonlar uchun mana bunaqa trenajyorlar ishlab chiqaryapmiz. Ko'pchilik yoshi katta otaxon, onaxonlarimizga olib borib o'rnatib beryapmiz. Juda ham katta minnatdorchilik aytyapti qadrli obunachi. Oldiga 10 marta aylantirasizlar, egalari balandlab pastlaydi, 2-3 kilogacha muammosi ko'taradi. Materiallari ham juda ham qalin, uchli qalinlikdagi, profillari pastdagisi ham uchli, leslari ham uchli. Xullas, qo'yingki, maqtashga arzigulik mahsulot. Tavsiya etamiz. Ko'rishingiz mumkin, juda ham ajoyib chiqqan. Boshlanishida endi biz o'rganib ketganmiz bu narsani qilaverib, boshlanishiga sal sekinroq ishlaydi. Undan keyin o'rganib olgandan keyin mana qilib bemalol ishlayveradi. Xavfsizlik uchun to'rtta qotiradigan, yerga qotiradigan narsa qilib qo'yganmiz. Bemalol qotirib ishlasanglar ham bo'ladi. Ishdan keliblar, o'zingizlar uchun ham stulda ko'proq o'tirsanglar, ishdan keliblar birinchi bo'lib mana shu narsani shunday qilib bir 5 minut mashina qilinglar-da, rahmat deb yuborasizlar. Bitta mashina uchun ham, rostdan. Bitta like bosib qo'yasizlar, shu yangiligimiz uchun. Xohlasanglar oq qorasi bor, nariyada qop qorasi bor, ko'rishingiz mumkin. Qadrli obunachilar, lejamiz bor. Buni narxi rangi o'zgarsa, narxi o'zgarmaydi. Xohlasanglar buni ayollarimiz uchun pushti rang ham qilib beraveramiz, muammosi yo'q. Bunimizning narxi 3 million so'm, lejamizning narxi 1,5 million so'm. Kimgadir apparatlarimiz, trenajyorlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasiz.